Nima uchun bu turda shuncha katta jamoalar mag'lubiyatga uchragan holida faqat Real Madrid tanqid qilinmoqda, faqat Real Madridning ustidan kulinmoqda, faqat Real Madrid haqida gapirilmoqda. Vaholanki Angliyada Liverpool, Chelsea va Manchester United o'zidan anchagina past bo'lgan jamoalarga mag'lubiyatga uchradi. Ayniqsa Liverpool mag'lubiyatga uchrash naryoqda tursin, hattoki ochko yo'qotmagandi, xuddi Real Madrid kabi. Lekin ular Crystal Palace'ga mag'lubiyatga uchradi. Ammo ularning ustidan hech kim kulmadi, ularning ustidan deyarli hech kim tanqid qilmadi. Bu oddiy holat sifatida qabul qilindi. Ko'pchilikning yodida yo'q, lekin bundan bir hafta oldin Paris Saint-Germain, ya'ni dunyoning eng kuchli klubi deb turilgan Paris Saint-Germain ham Marseille'ga mag'lubiyatga uchradi. Ammo uni ham hech kim gapirmadi, hech kim tanqid qilmadi. Lekin Atletico Madrid Real Madrid ustidan qozonilgan g'alabasi hamma joyda aylanmoqda. Instagram Reels'larda, maqolalarda va izohlarda. Faqat Real Madrid mag'lubiyatga uchralsa, u katta voqelikka aylanib ketmoqda. Bunga sabab nima? Bunga javob bitta. Qachonki sizning mag'lubiyatingiz omma orasida katta muhokama qilinsa, qachonki sizning mag'lubiyatingiz omma orasida mavzuga aylantirilsa, demak ular kutayotgan voqelik yuz bergan bo'ladi. Real Madridning mag'lubiyati shunday qabul qilindimi? Demak uni juda ko'pchilik kutgan. Shu paytda Jose Mourinyoning intervyusi esimga keldi. Dunyoda mag'lub bo'lmagan klubning o'zi yo'q, lekin Real Madrid mag'lubiyatga uchrasa, hamma bundan xursand bo'ladi. Chunki Real Madrid dunyodagi eng kuchli klub. To'g'ri, men Real Madridni dunyodagi eng kuchli klub demoqchi emasman. Hammaning o'z tipi, o'z fikri bor. Ammo bo'layotgan voqealar aynan Jose Mourinyo keltirayotgan mantiqqa to'g'ri kelmoqda. Drinking dope, turn me to a superhero. Hit that pill, turn me to a superhero.